أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهيد. Bu bab şehit'e münasebetlik ahkamlar bayan kılındığı babken. Elbette şehadet bu cihatның mevlerinden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İnfiru khifafen ve thiqalan ve cahidu bi amwalikum ve anfusikum fi sabilillah. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lamun." Allah Teala cihat qilish buyurdi. Cihat qilgan ash mujahidlarga iman bilan guvohlik bergan Allah Teala. Başka bir ayette İnnemal mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh ulâike humus-sâdikûn. Allah yolda cihat qilish imanning, sodiq imanning mevelerinden birisi. Yoki kamil imanning mevelerinden birisi. Albatta mujahidlarga belgilangan martaba intayin katta islomda. İmanı mükemmelliki bilan sifatlangan mujahidlar Allah yolida mal mulkini, jonlarini Allohning huzuridagi savobni umid qilib qurbon qilgan, oxiratdagi mangulik hayotni ko'zlagan, Allah yolida o'lsak hayotimiz oxirlashidu demay, balki abadiy hayotga erishimiz deb e'tiqod qilgan, o'lgandan keyin xush bishorat ilib Allah yo'lida o'lganligiga xushal bo'lib, ashunda bir kayfiyatda bo'ldigan şehitler bular ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Yani şu "Avestabşirun farihina bima atahumullah" diyendek şu ahvallar asli hayatlıkta bulduğun ahvallar. Nanki bu hayatken degan mazmun çıkıyor. Hem de bizim dünyavi ölçemlerimiz boyunca farihina yastabşirun diyendek muşunda keyfiyatlar hayatlıkның nişanesi deymiz. Min hasaisil hayat deymiz. Bizim nazarında aşağı hayatdır o. Ama ahiretki ahval çözsek bunun hayat değildi, lakin bunun keyfiyetine, hakikatine biz bakmayız. Bunların arvahları yeşil kuşlarının içinde cennette şujuriydi gelişi var. Yani bu hayatının keyfiyeti bizden amalım. Ama kuşallı oldu, bişaret oldu, dünyaya yani kayıtıp, yani şehit olup, yana qaytib yana şeyde arzu qildi degandek ma ahvollarni ko'z tutsak bular hayot degan mazmun chiqadi. Shundanki bu shahodatning o'zi Allah yo'lida jihad qilishning mevalaridan bir meva. Ana shahodat deganning ma'nosi, lug'atdagi ma'nosi shahida, ya'ni o'shaga hozir bo'ldi, o'sha ishning ustida turdi degan ma'noda. Shahid degan al-hodir degan ma'nodan bo'ldi. شاهد والجمع أشهاد وشهود وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد واستشهد فلان يعني قتل شهيدا demekçi. والمشاهدة المعاينة عند اصطلاحي ma'nosi Allah'ın razılığını közlep Allah yolunda cihat qilish maqsadida kafirlar bilan urushib o'lgan mujahidni shahid deymiz. Yani manda desek "Men yuqtalu fi harbil kuffar muqbilan gayra mudbir mukhlisan ve qasidan bi cihadihi vejhallahi taala ve daral ahireh." Lakin muşunda halatda men qatala li takuna kelimatullahi al-ulya fehuve mujahid, fehuve fi sabilillah. Muşunda halatda öldürülgen bolsa bu şehit oldu. Muşunda şehitne biz şehid-i dünya ve şehid-ül ahire deymiz. Bu şehitlerin bir türü. İkinci bir türü şehidül ahire. Bunu bazı ulamalar 70 türlük degan, bazılar 20 neçe türge yetkizgan. Bazı hadislarda 5 türünü tilga olgan. Şehidül ahire deganning ma'nosi şehid-i dünya ve ahire. Allah yolda cihat qilib o'ldirilgan şehit ahiratda beriladigan ecir berildi bununla. Ahiratda mukofoti shularning mukofotiga o'xshash bo'ladi. Elbette mertebesi okşumusum o. Lakin tigide en tuven çeki şeylerin mertebesi buldu. Lakin dünyada biz ulanı Allah yolda şehit boğan şehitlerle okşaş muamele kılmayımız. Yani şehitler ahiret diyen ahiretin hükmünde şu şehitlerle okşaş. Lakin dünyanın hükmünde bizim muamele kılışımızda
jup tarafda naqlash qilda bular shahid hisobida emasmas. Üçüncü bir türlük şehit badiga ma'lum bo'lgan bular shahidi dunyo faqat. Dunyoda ham shahidning hukm berilgan, oxiratda shahidlikdan nasibasi yo'q. Bular masalan urushda qochgan holatda o'ldirilganlar, urushdan qochib ketib o'ldirilganlar, g'animatdan o'g'irlab, g'ulul holatida o'ldirilganlar, bularni shahid dunyoda deb atagan ulamolar bor. Dunyoda bu shu jangda o'ldigo, shahid yildi degan oxiratda buning qilmishlari tufaylidan shahidlik darajasiga erishilmaydi demoqchi. Albatta hamda shahidlik savobiga erishishning shartlaridan biri as-sabr va al-ihtisab. Bana aşk qilgan jihadga Alloh taoladan savob berilganligiga shunda niyat qilgan bo'lsa va shu yo'lda chidab bardoshlik bergan bo'lsa, undan boshqa g'animatdan o'g'irlash, qarzga bo'g'ilib qilish degandek ahvollar bo'lmasa, boshqalarning haqqini yegandek ahvollar bo'lmasa, gunoh ishlar sababidan o'lgan bo'lmasa, masalan bir o'g'ri birisining uyga o'g'irlik kirdi. O'g'irlik kirib, buni bino o'rib tushib tambasi oldi. Masalan, biz shaydul axira 7 turlik, 20 turlik bo'ldi dedik-ku. Shuning ichida tambasi olganlim bor. Tambasi o'lib, endi o'lgan bo'lsa o'g'irni o shaydlik martabasi yetilmaydi. Yoki aroqni toza ichib, qo'saq og'rib ketib, qo'saq og'riqqa shu dardda o'lib ketgan bo'lsa, al-maktun degan nima bor-ku? U shaydlikdan ketmaydi deydi. Dalgash shahid bo'lishning shartlaridan biri shu demoqchi. Endi ba'zi ulamolar shu shahid nima uchun shahid deb atalgan, shahid deb atilishning sababi nima? Mushahadatdan kelgan bu so'z. Shahidadan turinib chiqdi. Nima uchun bunda atalgan deb tahlil qilib, ba'zi ulamolar masalan Nadir ibn Shumayl lug'at ulamolaridan, chunki bu shahid degan hayot. Hayat bo'lgan kim bularning ruhlari davomliq munda holatda, ya'ni ruhlari bir yoqqa ketib qolmaydigan, hozir holatda turadigan bo'lg'achqa shahid deb atilgan. Imom Qurtubiy shu eng to'g'ri qarash deb tarjih qildi. Yana ba'zilar chunki Alloh taolo va uning farishtalari mushi shahidga shahodat bilan guvohlik beradigan bo'lg'achqa Alloh yo'lida o'ldirilgan yoki boshqa turli shahidlar shahid deb atalgan. Yana ba'zilar chunki u jini chiqqan vaqtida Alloh taolo unga tayyorlagan martaba va katta ajrni va izzatlashni ko'rdi. Shahid deganini ko'rgan degan ma'noda. Yana ba'zilar do'zaxdan omon qolganligiga guvohlik berilgan kishi bo'lgan ekan bu shahid deb atalgan. Yana ba'zilar buningdan chiqqan qon buning ashunda ajrga erishgan kishi ekanligi guvohlik bergan bir belgi bo'lg'achqa deganlar bor. Qanday bo'lmasa ham shahidningki otilishi yuqori sabablardan bo'lgan. Endi biz Alloh yo'lida shahid bo'lgan, xas ma'nodagi shahiddan boshqa yana 7 ya 20 turlik shahidlar bordir. Ammo albatta bu shahidning unda keng ma'nosi. Bu turlik shahidlar har turlik og'riq va ashunda ig'ir o'limlarga og'riq bilan va ashuna qattiq bir voqealiklarda, kasalliklarda azoblanib o'lib ketgan kishilar bo'lg'achqa Alloh taolo shu islom ummatiga fazli marhamat bilan bularni ashunda jangda kofirlarning qo'lida o'ldirilgan shahidlarning martabasini ato qilgan bo'ladi. Yani bu ikkisi o'xshash bo'lib qoldi. Nima bu Alloh javob qilgan bo'lsa buni nima uchun buni tang savob berildi yoki nima uchun o'xshash bo'lib qoldi bizning uni o'qitib boshlayapmiz. Chunki Alloh taolo sahibul fadl, nima? Albatta buning martabasi jannatga martabalar o'xshamaydi. Alloh yo'lda shahid bo'lgan shahidlar firdavsul a'la, nima? Boshqalari boshqa darajada bo'lishi mumkin. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء 5 المطعون degan vabada o'lib ketganlar, ta'unda o'lib ketgan. Mat'un degan pichoq sanjilib degan gap emas. Ta'anahu bisikkin deymiz-ku, unda emas. Ya'ni ta'unda, vabada, yuqumli kasallarda o'lib ketganlar. Wal mabtun degan qo'saq og'riqi, to'xtamay ish surilib unda o'lib ketgan kishilar deyilibdi.
Ya kesal umumroq ma'nosida qo'saq og'riqida o'lib ketganlar. Val g'ariq suvda g'arq bo'lib o'lib ketganlar. Va sohibul hadm tambisi o'lib ketganlar. Va shahidu fi sabilillah azza va jalla. Bu muttafaqun alayhi hadis. وعن جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة هذا بشتن يتجاه أوده الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله ده سكز ولدما المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد صاحب ذات الجنب ديgan beqiniga shunda bir yerini yig'ilib qolgandek bir narsa ish tarafiga shunda do'mboq bir narsa paydo bo'lib, so'ngdani xurakdek deylar, endi bir narsa paydo bo'lib, shunda o'lib ketgan kishi. Wal mabtunu shahid wal hariqu shahid, ya'ni o'tga ketgan. Wallazi yamutu tahta al-hadm shahid wal mar'atu tamutu bi jam'in shahid. Tamutu bi jam'in degan qo'sqida ba ayol, qo'sqida bola bilan birga o'lib ketib qolsa, shahid bo'ldi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan Shayx Albani Sayyidga hadis. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة كل مسلم وبا her bir Müslüman şu veba ölüp gitmese şeyhlikka eriştirgan narsa. Yani bazı rivayetlerde, bazı hadislerde izlançayın çakılıp ölüp ketken kişi, yırtqıç hayvanlar yep ketken kişi, igiz tağlardan uçup ketken kişiler mesela. Denizde beşikayıp ketip yandırıp ölüp ketken kişiler. Ayında sul degandek kasallik bilan o'lib ketgan kishilar, ot uloqlari tashlatib o'lib ketgan kishilar deb o'limalar kelgan rivoyatlar sanasa 20 nechaga olib olgan. Yani mushunda tariqada o'lash ahvollari Alloh taoloning fazli marhamati bilan shunda daraja berilgan, shahodat darajasi berilgan o'limlar. Buning uchun ham shu og'riq azobi qattiq. Yani bir hadiste ven nufasa'u yecurruha veladuha bisararihi ilal cennet. Nifaslar yani bu hazır yeniden tuğan ayal değil, tuğutluk ayal değil. Tuğutluk ayalının balası annesine hemri bilen cennetki söyleydi o. Albani Seyyid'e hadis bu mu? İmam Ahmed rivayet kılgan Şeyh Albani Seyyid'e hadis. Aslida sahib zatul jam degan arablarning shu burunqi ta'bir berishida qo'shiqqa ich tarafidan o'smidek bir narsa paydo bo'lib, yo yo'g'on danaxo'rakdek bir narsa paydo bo'lib, jirin-jiqilib qilib, endi o'lib ketgan kishi. Lekin buni shuni ma'nosini kengaytsak, umumlashtirsak, shunda kasal azobi, undan o'lib ketganlar nasl shu qatorda bo'ldi. Yani bir hadiste men qutila duna dinihi fa huwa shahid. Dinini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi. Va men qutila duna damihi fa huwa shahid. Jinini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi. Va men qutila duna malihi fa huwa shahid va men qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Mal mulkini, namusini, xotin balchaqlarini qo'g'dab o'ltirilgan kishi shahid dedi. Bu İmam Ahmed rivoyat qilgan Albani Sayyid'ga hadis. Albatta şu mal mülkini isbatımızın qo'dab o'ltirilganlar ama shahidul axirat. Endi Alloh yo'lida shahid bo'lishning fazli intayin katta. Chunki bu shahodat martabasi nihoyat yuqori martaba. Buni faqatlam intayin hamda ta'laylik, yak Alloh taolo shunda nisb qilgan kishilar erishadigan bir martaba. Ulamalar buni payg'ambarlik birinci martaba desek, shahid martabasi 3-o'rinda turdi degan. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve men yuti'illaha ve'r rasula fa ulaika ma'allezina en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve's-sıddıkîn ve'ş-şuhadâi ve's-sâlihin ve hasuna ulaika rafîqa. Ma'an nebiyyin ve's-sıddıkîn 3. katında ve'ş-şuhadâ dedi. Yani İmam Müslim rivayet hadiste ma ahadun yedhulul cenne yuhibbu en yerci'a ila'd-dunya وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. Yani şu bütün zimindeki mal mülk de bu dünya verildiğin boğazıma hiç kim dünya kayıtışını kalmaydı. Ahiret kitip Allah dünya kayıtışını aldı. Fakat şehit ben yani kayıttıp 10 qatım boğazımda köp öldürülüp yana kayıttıp yana öldürülüp onda katta ecirlerge erişsem ken dep arzu kılır. Çünkü bu
shahidlarga berilgan martabani jannat ko'rgan bo'lg'achqa. Bu mukofot shunday katta bo'lgan, nima uchun desa, islom bayrog'ini yuqori ko'tarish uchun, ya'lan li kalimatillah fido qilganlik uchun mukofotimi shunda katta bo'lgan. Shuna u boshqalar odat kishilar o'lgandek o'lmaydi. Odat kishilar unda o'lgandeklar o'lab boshqa bir bosqich kirib ketmagandek hayotliq bosqichi bir xil davomlashadi shahidlarga. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. شلما يعني برآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. شكل برآية شو ونك مثلا يستبشرون بنعمة من الله جدا فرحين بما آتاهم الله من فضله جدا مشو استبشار والفرح. وأنك مثلا arkada qolib qolgan musulmon qarindoshlarimiz bizga o'xshab bunda shahid bo'lsa ekan, bunda martaba erishsa ekan deb shunda ko'ngil bo'ladi. Ashun hammasi nima iborat? Min xasaisil hayot. Shaykh rahmatullohi alayh shunda degan, mushu hammasi hayotga xos ishlar bu. Hayot bo'lmasa unda farah va istibshar va ihtimom bil oxirin bo'lmaydi dedi. Lekin oxiratga hayot qanday bo'ldi? Buni biz bilmaymiz. Bundan boshqa shahidlarning alaydiklari shahid bo'lgan kishining gunohlari mag'firat qilinib, do'zaxdan qutuladi, jannat kiradi. Alloh taolo fallazina hajaru va ukhriju min diyarihim va qatalu va qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim va la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab degan. Ya'ni Imom Muslim rivoyat qilsa an Amr ibn al-As radhiyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qala yaghfirullohu lish-shahidi kull shay'in illa ad-dayn. Shahidning hamma gunohlarini mag'firat qiladi, faqat qarz. Bu bandaning haqqi bo'lg'achqa, egasi kechirishga qarashli. Yana ba'zi hadislarda shahidningki Firdavsul A'lada turdiganligi, Firdavsul A'laga erishganligi bayon qilingan. Harisa bint Suraqning onasi Badr g'azotimi, Uhud g'azotimi qaysi bir g'azotdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Mening o'g'lim Harisa jannatda bo'lsa, men sabr qilay, inshaalloh. Agar do'zax talab qilgan bo'lsa, men tazjig'lay. Deb Rasulullohdan so'ragan chog'da Rasululloh innama hiya jinan, bir jannat emas, bir necha jannat u, necha martaba. Masalan, 2 yulduzliq, 3 yulduzliq tutdi. Hali 7 yulduzliq chiqdi-ku. Endi darajada. Va inna ibnaki firdavsul a'la degan. Sizning o'g'lingiz firdavsul a'lada degan. Bu hamda shahidlarning firdavsul a'laga erishganligini hadisda Alloh taolodan so'rasanglar firdavsul a'lani so'ranglar degan. Bundan boshqa farishtalarmi shahidni ashib qanoti bilan shunda bir sayda tutib turganligi Jabir radhiyallohu anhu hadisida kelgan. Jabir radhiyallohu anhuning otasi Abdullah o'tda birinchi bo'lib shahid bo'lib ketgan. Shahid bo'lgandan keyin ibnat Amrmo, uxti Amrmo shu Jabirning ammasi ya shunda ayollardan birisi yig'lash boshlagan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda degan: "Tabki awla tabki ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha." U yig'lasin Alloh taolo buni izzatlab farishtalari qantilan sayilgan shunday katta martabaga erishdi demoqchi. Yana sahoba ikramlardan kelgan rivoyatlarga asosan shahidlarningki jasadi sirib ketmaydigan, unda buzilib ketmaydi, o'z holida turganligi shenlik rivoyatlar kelgan. Masalan, ba'zi sahoba Uhudda shahid bo'lgan ba'zi sahobalar 40 yildan keyin masalan salab tikilib nimasi eslib qolgan chog'da qarasa ikkalanni masalan bir qabr qo'yganida ahvollarda qarasa qabr egalari kelib qaytini muqildi deb qarasa jasadi shu holda turgan. Yana ba'zininki qabrisini shunda ikkalanni bir qabrga keyin uni boshqa o'tkayli deb ko'lgan vaqtlarda putiga ketman tekitib putidan sho'qirab qancha ketgan. Yani oyat ilmimiz bo'lgandeklar. Endi ahvollar rivoyat qilingan. Shenlik rivoyatlar bor. Yana shahidlarning qabrida unda ig'ir sinoqlarga duch kelmaydiganligi rivoyat qilingan. Yana shahid o'ldirilgan chaqda tig'ning yo o'qning azobini tatmaydiganligi rivoyat qilingan. Tinolmay o'lib ketganligi. Bundan boshqa yana shahid o'zining oila tavobatini 70 kishiga shafaat qila oladi degan hadis bor. Ana Abu Darda radhiyallohu anhu qala
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. Buni Bayhaqi rivoyat qilgan, Sheyx Albani sahih degan. Ya qo'shilmagan bo'lsa-mu, shafaat qilishga loyiq, ahlul qibla bo'lsa, ham shafaat qilish degan zot bu odamning shu ishga loyiq bo'lmasa-mu, tilib olganligini bildirdingizmi? Bu karamatan lish-shahid, ikraman lish-shahid. Masalan, Qur'on yozilgan kishining shunda shafaat qildigan rivoyatlar bor-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu do'zaxga qolib qolgan ummatlarning shafaati bilan jannatga chiqib oldi-ku. Shunda tushunish mumkin. 70 degan zot 70 deb bunda belgilangan norma bo'lishi mumkin. 70 degan ko'p sonni bildirish mumkin. Intastafirlam 70 marra. Mesela Uyg'urda masalan 100 ming qatim bunda qilsam deydi. 100 ming qatim son nima emas, jiq ming qatim bag'andima uyga. Yani mesela men 10 qatim barsam, mesela 1000 qatim bag'andima deyman. Yani jiq badim demakchi. Shunda tushunish mumkin. Yani bu kitapta qala ve huve men qatalahul mushrikun, mushriklar o'ltirayotgan kishi shu shahid aw wujida bil ma'rakati jarihan, yoki jangda deganimiz mushriklar kofirlar bilan bo'lgan jangda yarda holatda yarlanib o'lgan holatda tepilgan kishi. Jarihan degan yarda holatda sat degan gap emas. Yarlanib o'lgan holatda tepilsa, masalan jangdan keyin unda tekshirib hammalarni izladi. Bizning odamda necha o'libdi, necha yarda o'libdi deb hammani tekshirib bir tarafga og'iltirsak, qarasak yarda holatda shu jangda o'libdi. Degandir. Kafir o'tiryaptimi buni yoki musulmonlardan birisi o'tiryaptimi? Buni uqmaymiz. Shunda bo'lsa-mu, lekin kafirlar bilan bo'lgan jangda o'ltirilgan bo'lsa, shahiddir. Ev qatalahu muslimuna zulman, yoki musulmonlar nohaqchilik qilib o'ltirayotgan, masalan pulni bulaymiz deb, bo'zikitimiz deb endi o'ltirayotgan kishimi shahid. Buni hozir bu yerda shahidning ta'rifini qildi. Bu yerda ev qatalahu muslimuna zulman deganga munosabatlik Imom Ahmad Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisda ma min muslimin yuzlamu mazlamatan fayuqatilu illa qutila shahidan. Sheyx Albani sahih etgan. Yana Nasai rivoyat qilgan bir hadisda man qutila duna mazlamatihi fa huwa shahid. Nahsilik qusrab o'zining haqqini qo'dab o'lib ketgan kishi shahid bo'ldi. Lekin mishada aw qatalahul muslimuna zulman deganga hadisdan aniq dalil bor bo'ldi. Albatta unda shahid bo'lishning sharti o'ltirilgan bo'lish kerak. Mesela jangda turib o'zi yurak kesilib bunda o'lib qolgan bo'lsa shahid bo'ladi. Kafirlar tarafidan o'ltirilgan bo'lishlar. Niyeti bo'lsa, oxiratda Alloh taolo shahidlikning darajasini bersa, u mayli. Lekin biz dunyoda shahid muobis qilmaymiz. Yana bir sharti ayyakuna mazluman, zulmga uchragan bo'lish kerak. Albatta kafirlar bilan bo'lgan urushlar hammasi shu kafirlar bizga eskilik qilib, zulm qilib, o'zimizni qo'llash uchun, haq huquqimizni qo'lga keltirish uchun qilgan urushlar bo'lgan ekan, shuni shuda. Uningdan boshqa insonlar ashunda musulmonlar bo'lsin masalan, zulm qilib, mol-mulkini tortib olamiz deb bo'zikitib qilsa, o'zini qo'llash uchun, o'zini mol-mulkini, o'zining zaminini, haqqini va nomusini qo'llash uchun o'ltirsa, u shahid bo'ladi. Şu Allah yolunda urush qilgan shahid bo'ldi. Bunda hech qanday nima yo'q. Ha, bu istishhad deymiz. Istishhadi deymiz. Buni Sheyx Qardaviy qatorli ulamolar shahidlikning eng yuqori martabalari deb baholagan. Chunki odatda jihodga chiqqan mujohidlar balki nusrat qozinib, g'aziyolab qaytamiz ehtimolanga ya o'ljelib qaytamiz degan bir umid bor. Keskin cho'qim o'laman degandek nima yo'q. Lekin ma'noda hech qanday umid yo'q. Keskin o'laman deb qadam qo'ygan bo'g'achqa eng yuqori martabalik shahid degan. Garchi buni ba'zi ulamolar o'zini turog'illar deb cheklab baqqan bo'lsa-mu, lekin to'g'risi shu. Yuqori martabalik shahid bo'ldi. Endi mazlum bo'lishi degan shart bo'g'achqa haq o'ltirilganlar shahid bo'lmaydi. Masalan, birisi bir odamni o'ltiribdi. O'ltirayotgan buni qisos olish uchun qozi Imom Muslim buni qisos ijro qilib o'tiryaptimi? Bu jazoni o'ltirgan kishi shahid bo'lmaydi. Qisos vojib bo'lgan bir
o'ltirish bo'lib qolsa, masalan birisi naq o'tiribdi, bir musulmon naq o'tiribdi. O'tirayotgan ekan, qasddan o'tayni qisos vojib bo'ldi-ku. Demak, bugun o'tirilgan kishi shahid hukmida. Shu 7 turlik, 20 turlik shahidul axira hisobot bo'ldi. Lekin pul badal vojib bo'lgan o'ltirish bo'lib qolsa, unda o'ltirilganlar u shahidul axira bo'lmaydi. Masalan, xato bir odamni o'ltirib soldi. Mashinada ketib tom jang'ida uradi, o'tiradi. Yoki bir o'ni otaman deb bir insonni etib soldi, o'lib ketdi. Yoki mushlishib qilib, quloqning tagiga bizni salsa, o'lib qoldi. Asli o'tirish maqsad yo'q. Bu ham shibul amd deymiz. Ya xato, ya shibul amd. Xato bilan shibul amdda qisas kelmaydi. Diyet qildi. Diyet kelgan ahvolda mushunda o'ltirilgan, naq o'ltirilgan yoki zarba o'lgan kishi shahid bo'lmaydi. Lekin qisas vojib bo'ldi, qasddan o'tirish bo'lib qolsa, shu shahid qatorida bo'ldi. Aw qatalahu muslimuna zulman degan mushu dairasiga kirgan. Musulmonlar zulm qilib nahaq qasddan o'tirayotganlar ularni shahid. Albatta Alloh yo'lida i'lon li kalimatillah bo'lgan shahidlarga o'xshamasmi? Bu shahidul axirah. Qala fa innahu la yughassalu in kana aqilan balighan tahiran wa yusalla alayhi. Diyet vacip bo'lmaganmi? Ma bizninkida yo'q-ken. Buning hukmi nima? Shahid dedik, ama shahidning ta'rifi yo'q. Mushna munda shart to'ldirganlar shahid bo'ldi. Mushunda shahid fa innahu la yughassal. Yuptiramaymiz. In kana aqilan balighan tahiran. Aql balig'i cho'ng kishi bo'lsa, ana shu shahid bo'lishning sharti Abu Hanifaning mukallaf bo'lish lozim. Tahir yulmaydi, junub bo'lib qolsa yuldi deydi. Bu juyishqinlar asal hukmning yerimi deylar. Juyib taramdoq siz juyib taramaymiz. Faqat junub bo'lib qolsa juymaymiz. Ya kichik bo'lib qolsa, saram bo'lib qolsa juymaymiz. Lekin mukallaf bo'lib qolsa juymaymiz. Ikkinchisi va yusalla alayh. Uning namozi tushirildi. Yani shahidning namozi tushirildi. Hanafiy mazhabining qarashida. Qala wal aslu fi ahkam ash-shahid shuhada Uhud. Endi shahidning ahkamlariga munosabatlik masalalarda asos bo'lgan voqelik dalil isbotmish. Uhud shahidlarining ahvollari shu asos bo'ldi. Hamma narsada biz shuni qaytib, shundan ahkam qilamiz. Qala sallallohu alayhi vasallam fihim zammiluhum bikulumihim va dimaihim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud shahidlarining haqida ularni yarlari bilan va qonlari bilan yo'gab qo'yinglar dedi. Kulum degan juruh degan. ولا تغسلوهم ولا نجمعوا فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما. Çünkü ular kıyamet günü boyan tumurlardan kan bulduq çıkan halatda kopudu. El-lawnu lawnud-dam. Kan qapqızıl kanning rangida. Var-rihu rihul misk. Furqa miski ambarning furqida ashunda holatda kopudu. Bu turli rivoyatlarda kelgan ba'zini ojiz ya hasan darajalik deyish mumkin, lekin Sahih Buxoriyda kelsa, an Jabir radhiyallohu anhu, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Vallazi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu man yuklamu fi sabilihi, illa jaa yawmal qiyamati al-lawnu lawnud-dam war-rihu rihul misk." Sahih Buxoriyda rivoyat. Yana bir rivoyatda İmam Ahmadning va İmam Buxoriyning rivoyatida kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yajma'u bayna ar-rajulayni min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdan lil-Qur'an fa idha ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahd wa qala ana shahidun ala haula yawm al-qiyamah wa amara bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alayhim. Tashxubu degan ashuni bulduq aqqalliqni ko'rsatgan so'z. Fa kullu man kana bimithli halihim aw kana fi ma'nahum, nolgan ashularning altida yoki shu mazmunda o'ltirilganlar bo'lib qolsa, ya'ni ashularni degan shuhada Uhud shahidlarining o'xshashi bo'lib qolsa va shu mazmundagi shahidlar bo'lib qolsa, masalan bi an qutila zulman, masalan zulmga uchrab o'ltirilgan, valam yajib biqatihi iwadun mali, ular o'tirish bilan pul mol badal vojib bo'lmagan, masalan qatl xato va shibl amd bo'lmagan demakchi. Falahu hukmuhum,
qasddan naq o'ldirilganlarmi shu shuhada Uhudning hukmida bo'ldi. Va qawluhu aw qatalahu al-muslimuna zulman, yoki musulmonlar naq o'ldirayotgan kishimi shahid dedi. Va qawluhu ya'ni qawlu al-matin yoki al-muallif fil muxtar aw qatalahu al-muslimuna zulman yadkhulu fihi qatl al-bughati va qutta' at-tariq. Bag'iylar o'ldirayotgan kishilar va qaroqchilar, bulonchilar o'ldirayotgan kishilarmi shahidlar qatoriga kirdi. لأن عليا لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين. Çünkü Ali radıyallahu anhu Siffin gazetida o'ldirilgan qo'l ostidagi jangchilarni yuttiramagan deydi. Ve qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qutila duna malihi fehuve şehid. Qutta' tariq qaroqchilar shu mol mulkini ilirish uchun o'ldirildi. Undan keyin o'zining mol mulkini qo'g'dab o'lgan kishi shahid degan. Undan keyin namoz o'qirilmaydi. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كصلاته على الجنازة كصلاته على الميت تبكيان. يعني ما هو وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كصلاته على الجنازة ديان söz metnindeki ويصلى عليه deganning dalili ve şerhi. Namaz o'qiydi dedi-ku, namozni tushirildi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida shahid bo'lganlarga, Uhud g'azotida shu voqealikda bir namozini tushigan, keyin 8 yildan keyin qaytib bir tushigan degan rivoyat bor. Chiqatib namozini tushigan. Hozir men dalil qilmoqchi o'g'ini Uhud g'azotida bo'lgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu shahidlarning namozini tushigan. Hatta ruya annahu sallallohu ala Hamzata radhiyallohu anhu 70 salat. Hatta taqmandar rivoyat kelgan Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ashunda tamsil qilinib o'ldirildi. Rasululloh qattiq chaqirdi. Keyin Hamzaga namoz tushdi. Hamza namoz tushgandan keyin jassini bu yerga yo'tkimaylam, shu yerga qo'yib, yana bir mayitni akilib, ikkalanni qo'yib, bir tushdi, yana u mayitni olib ketib, uni o'rnidan akilib, unda qilib, har bir mayit bilan billa namozini tushgan. Va fi rivoyat 70 takbira. Yani bir rivayette 70 tekbir tushdi deb kelgan. فإنه كان موضوعا بين يديه ويؤتى بواحد واحد يصلي عليه. بواحد واحد degina bir-birlab, birdan akilib qo'yib namozini tushgan. Lekin Hamza shu joyda turib, har qatim namoz o'qilgan kishi bilan birga namoz o'qilgan. فظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة. Rivoyat qiluvchi har qatimda Hamzaga namoz o'qidi deb o'ylagan. Her bir kişiye namoz tushigan chaqda Hamzaga ham birga tushdi deb o'ylagan ravi. Yani shu sahaba. Yani yuqorida biz qutta' tariq va bug'a namoz tushirmaydi, yutar olmaydi deb tushunama. Lekin endi bag'iylar va qutta' tariq o'tirayotganlarning nimasiga bu shahid darajasini berib biz uni shunday muomala qildik. Endi shu bag'iylardan biz urushib qolsak, bag'iyni biz o'tirsak shu bag'iylardan o'lganlarcho, qaroqchilardan o'lganlarcho yutar namozini tushirimdi. Yani bu mezhepte olan jüyüp taraf namaz düşürmeydi. Sadece iki taraf var o. Qaroqchilar bazıları öttüretken ubda adamlar, bu ubda adamlar öttüretken qaroqchilar ve bağıylar. Yani bu mezhepte bu bağıylar ve qaroqchilar jüyüp taraf namaz düşürmeydi. Çünkü Hazreti Ali Nahravan günü de öldürülgen xavariclarning namazını düşürmeyen. Emralardan bazıda akuffarunhum deb so'g'an vaqtida qala lahu la walakin ikhwanuna baghaw alayna. Kafir emas, lekin bizning qarindoshlarimiz bizga bag'iylik qildi. Yani bu so'zi nimaga ishorat desa, biz yo'q taraf namozini tushmasligimiz bularga ashunda ihonat qilganlikdan, boshqalarga ibrat olsin deb boshqalarni zajr qilganligimizdan shunda qildik demoqchi deydi. Şu çağda Hazreti Ali'nin qo'shinida sahaba ikramlar bordi. Ular e'tiroz qilmagan, ular ijmo bo'lgan. Lekin Shafiy va Maliki mazhabdagilar namozini tushiramiz deydi. Bu sallallohu ala kulli barrin va fajirin, sallallohu ala man qala la ilaha illalloh, sahibul kabirning namozini tushiribdi. Deya asosda namozini tushiramiz debdi. Anmiyada va qawluhu in kana aqilan balighan tahiran. Aql baligh tahir bo'lsa degan so'zi shu matnining mush iborasi bu mazhabi Abu Hanifa rahimahulloh. Abu Hanifaning qo'ygan sharti bu.
لأن عنده يغسل الصبي والجنوب والحائض. Çünkü imamның nazarda sabi bo'lib qolsa, junub bo'lib qolsa va hayzda bo'lib qolsa, ashulanda o'ltirilgan bo'lsa, yub taraymiz deydi. Albatta saramo mushqatadi bor. El-junub vel-hayd ve-nufasa idastushidu. Amushular şehit bo'lib qolsa, yub taraymiz deydi. Yani imamның nazarda şehit bo'lishning sharti at-taklif. Şehit bo'lishning bir sharti taklif. Yani mukallaf holatda bo'lish kerak degan bo'g'achqa as-sabi vel majnun şehit bo'lolmaydi deb. Qanday nufasa hayd deganning juyilishi bunun janobatni yo'qotish juyimiz deydi. Ve qala yani as-sahiban la yughassalu as-sabi qiyasan ala al-baligh. Yani sabi o'ltirilib qolsa, bu baliqqa o'xshashlam biz buni juyib taramaymiz. Nima uchun u zulm qilinib, naq o'ltirildi. Buning o'ltirilishiga qarta bir pulmal badal kamida, undan keyin bu aql baliqqa o'xshash deb qaraydi. Valal junub kishi shehid bo'lsa-mu juyib tarolmaydi debdi sahiban. Li'anna wuslal janabati saqata bil maut. Chunki janobatning uslisi o'lim bilan chiqib ketdi. O'lash bilan buning munasa tugadi deydi. Wa ma yajibu bil mauti mun'adimun fi haqqihi. O'lim bilan vojib bo'lgan narsa uning haqqida, ya'ni fi haqqi sabiy demakchi hamshada. Uning haqqida yo'q hisobda deydi. Yani ve ma yecib bil maut degan nima shu? Ve ma yecib bil maut degan shehid qilinishi bilan, o'ltirilishi bilan shehidning butun gunohlari mag'firat qilinib, do'zaxdan qutulibdi-ku. Shu mazmun as-sabiyning haqqida yo'q deydi. Chunki sabiy marfu'un anhul qalam. Gunoh yozilmagan uningga. Yani şu ayetlerin sabiyleri şu mazmunları bilgan şey. Albatta, shu sabiyni boshqa nohaq o'ltirsa ya yine cengi qatnashib qilib o'ltirilsa degan. Qala wa li Abi Hanifa annahu sahha anna Hanzalata ibn Amir radhiyallahu anhu qutila junuban faghasalatul malaika. Yani faghasalatul malaika. Imam Abu Hanifa mush Hanzala radhiyallahu anhu vaqaligini dalil qilib, Hanzala radhiyallahu anhu shehid qilgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farishtalarning uni yuyib targanligini ko'rgan. Ko'rgandikan uning ayolidan darhol so'ranglar, nima ish bu degandikan, ayoli shunda deb qo'ygan. Junub holatda taqjunmagan sami'a hay'atan degan hayya alal jihad degan. Hay'atan fa kharaj dun an yartasil. Ayoli bilan birga bo'lib ketgan. Taqjuna deb bo'g'icha jihad qilinglar degan chaqiriqni anglab, yuyinmaylam udul chiqib ketgan. Chiqib, yuyinish fursatmaylam shehid qilingan. Shehid qilingan ekan bunun ahvalini musulmonlar bilmaydi. Rasululloh farishtalarning uni yug'unni ko'rib, uni so'rishtirgan ekan, bu junubgan aslida. Ana mushina Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh dalil qilib, bu farishtalarning vaqig'ini hali bizga o'rgatish uchun qilyotdi buni. Menda qoida va qilish kerak mashni. Siz bilmagandan buni yutarmadinglar, biz bilgandan yutardi deb ikroman lishahid Allah vojibni ado qilgan. Yani chalaqan muson degan tariqada. وكان تعليما وجه الاستدلال مشان وكان تعليما بيجي يتوتدو فرشتلار وهو مخصوص عن الحديث العام bu umum hadislardan mustasno qilingan xas bir ahvol. Yani shehid bu yutarolmaydi degan umum bir qoida bor. Faqat junub bo'lib qolsa yutib qo'yamiz. والحائض والنفساء مثله هيدا ونفسرن لامو شنو o'xshash. وأما الصبي فلأن الأصل في موت بني آدم الغسل. Hamda sebep olarak kelsak, aslida odam bolasininki qoidasi jutarashdandir. O'lgandan jutarash bordi. Illa anna tarakna bi shahadatin tukaffiru dhanba liyabqa atharuha lima rawayna. Lekin biz ash o'ltirishning bir belgisi qattason deb bu hamda gunohlarning mag'firat bo'lganligining bir shehidning bir isbot sifatida yani qattasunni zammiluhum bikulumihim dediga endi bo'g'achqa biz ma'qul hamda bu cho'ng odam bo'lsa buning gunohlari mag'firat qilinib ketgan bir belgi mana shehidning isboti sifatida biz anda tuson qiyomatda shunda qolsin bu dedi. Va hadal ma'na mush ma'na degani shahada tukaffiru dunub. Gunohni mag'firat qiladigan, yuyitadigan anda shehidlik degan ma'nosi sabiyning haqqida yo'q. Sabiyninki gunohi yo'q.
ma'dumun fi sabi. Takfir zam degan mazmun yo'q sabida. Fayabqa alal asl undan ekan asli qoida bo'yicha yush kerak degan ahvolda qolib qoladi. Qala va man qutila bil musaqqali yajibu ghasluhu khilafan lahumma. Musaqqal degan qurol ya tig' bunda narsa emas, to'mroq bunda bir qattiqroq tegadigan narsa. Masalan bir tosh, yo'g'on bir kaltak, mushulni musaqqal deydi. Pichoq, tig', shamshar bunda narsa emas yoki qurol bunda narsa emas. Bu faqatlar unda qattiqroq zaxmlantiradigan, unda ko'kaytiradigan, sundiradigan, qattiq tegadigan bir narsa. Mush narsa o'ltirish qurolimi, o'ltirish quroli emasmi deb o'ttirib qolgan narsa. So'ng Imom Abu Hanifa o'ltirish quroli emas. O'ltirish quroli yo pichoq bilan, yo tig' bilan, yoki tapancha bilan o'ttasang bu o'tiray deb tutmashni deymiz. Lekin yo'g'on tashlaydigan birini atsa, munisib o'lib qolsa, qasdan o'tadi degili bo'lmaydi buni. Bu tashlar etib biz zaxmlantiray degan bo'lsa, lekin shunda qattiq o'lib qolgan. Qasdillik yo'q. Endi qasdillik bo'lish uchun ishlatilgan qurolning turiga qaraymiz deydi. Shu odatda o'ttiradigan qurol bo'lsa, qasdda o'tiribdi deymiz. Shuni ishlatgan ekan. Odatda o'tmaydigan narsa bo'lib qolsa, qasdillik yo'q deymiz. Undan ekan musaqqal bilan o'ltirgan kishi qasdillik bo'lmaydi Abu Hanifa nomida. Undan keyin bunga to'lam qildi. Shiblan ya xato degandek bir narsa bo'ldi. Undan keyin buni yuvib taraymiz, badal bo'lganlikdan bunga. وعندهما القتل أنه صاحبا والجمهور مثقل ولا أتاسم قستل ولا أتاجي سبتا دب قرغم بوغاجكا bu qisas vacip olduğu için da musaqqal işletip öttəsə yoğan kaltaklan kallısı bunu sebep öttürürsə qisas buldu. Yoğan taşılan bizim sebeplan öttəsə qisas buldu. Ve men vücide fil ma'rekati meyyiten la cirahata bihi. Endi jangda üle galat uçurdu jang meydanında. Lekin bunun hep çıkanda zaxmlanish, yaradarlik alameti yo'qkan, g'ussila lil wuqu'i shak fi shahadati. Bu şehit oldu mu yoki şehit bo'lmadi mu buni bilinmay ehtiyojatni yuttaraymiz deydi. Balki o'zi ya qo'rqib ketib bir ish olib masalan o'ylab qolamiz yoki o'zidan qon kesilib olib masalan yo qon besini olib qolgan bo'lishi mumkin. Ya kofirdan musu bo'lib o'tirib qolgan bo'lishi mumkin. Muhammadgan şehit bo'lmay qolsa vojib ado qilmay qolmasin deb yuttaraymiz deydi. Qala va yukaffanu fi thiyabihi. Özden kiyimide kepenleyimiz dedi. Şu keygen kiyimini kepen nisavada işletimiz. Lianna Hamzata radıyallahu anhu lemma istuşhida kana aleyhi nemira. Nemira degen burada. İn guttiya ra'suhu badat qadamahu ve in guttiyat qadamahu bada ra'suhu. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه وأن يوضع على قدميه الإذخر وأنه زيادة فدل على جوازها وأنه دين الإذخر زيادة. Şuna başka bir parçalarını artık işletip kepenge kiyimi bilan birga qetib qo'ysin, kiyimin ustida o'rab qo'ysin buldi demoqchi. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu shunda bo'lgan. Endi namoz o'qish masalasi Hanafi mazhabda shehidlar namozini tushirildi dedi. Imom Muzani va Tavrilar shunda qaragan. Jumhur ulamolar namozi tushirilmaydi deb qaragan. Chunki hadislar har xil kelib qolganlikdan ulamolar ikki xil qarashda bo'lib qoldi. Qala ve yunza'u anhul farr. Mücahidning ustida masalan mo'yliq bir teri bo'lib qolsa, farr degan shu. Masalan tulkining terisida yoki nurki deymiz, masalan, shundan narsa bo'lib qolsa, uni elib olamiz. Val hashu. Hashu degan masalan paxta va shunda to'xti mudofialangan qilin ba'zi bir narsalar, shikidganligi, bo'nay degandek shundan narsa bo'lib qolsa, anda jildga masalan so'qni mudofalangan anda narsa bo'lib qolsa elib olamiz. Hashu degan bir bo'shliqni to'ldirish uchun unda tiqib qo'ygan narsa. Mahshi deymiz-ku. Mahshini saylanishga gurujni tiqib etgan tamom. Adabiyotda shunda ortiqcha o'shiq gapni qilsa hashu bo'ldi. Hashul kalam. Va silah qurollarni qolamiz. Val khuf o'tak va do'ppa, soat, paypoq masalan narsa bo'lsa olib qolamiz. Nima uchun? Li'annaha laysat min aswabil kafan. Chunki bu kepallik kiyimlar qatorida emas. Kepallik kiyimlar avratni yo'g'aydiganlar narsalar. Al-izar va rida masalan, lufafa deganday. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam amara binaz'iha an-shahid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda narsalarni shahidlardan soldirib olishga buyurgan.
altın tushirib qolsa, mayitni avar qiladigan, uni og'zini kerib, haqishib turgan, mayitningki haq hurmatiga tajovuz qilgan bir darajada bo'lib qolsa, amma qo'yib qo'ygan. Ya qanda asallama ağlı bo'ldi desa, ilvog'ini yaxshi. Yana bir tarafdan da mushna nasldan billa dafn qilish adatul jahiliya. Mesela bizning deyaldiki kafirlar shunday qildi, bizning amroq naslar bilan, amroq soat bilan buni billa ko'milga ashli bor. Lekin biz muxolafata ahli jahim qilish uchun ashnasini billa ko'mmaymiz. قال فإن أكل أو شرب أو تداوى أو أوصى بشيء من أمور الدنيا. أنا بوز مجاهد جندا yarlandı. Ok tegdi, yaktı tegdi. Şu yarılıştan keyin yoki yiqilib bir narsa yegan bo'lsa, suv ichgan bo'lsa, yoki davolangan bo'lsa, yoki dunyo munosabatlik ba'zi bir vasiyatni qilgan bo'lsa, yoki so'zsat qilgan bo'lsa, yoki birisini namozini tushirgan bo'lsa, aytib turib bo'lsinmi, yoki o'zi bir namoz o'qigan bo'lsa, masalan, ishorat bilan bo'lsinmi. Ev humila minal ma'rakati hayyan, yoki jang maydonidan tirik holatda doktorlar olib ketgan bo'lsa, davolash uchun. Ev avathu khayma, yoki bir lapasning ostiga, chidirning ostiga sayr kirib davolanib qilayotgan bo'lsa, ev asha aktar min yawmin, yoki bir kundan ortiqroq yashab qolsa, va huwa yaqilu, o'zining hushi, aqli joyida holatda, tirik holatda yashab qolsa, g'ussiladi. Ondan keyin o'lib ketib qolsa, uni yuvib taraymiz. Bu fiqhda mushunda ahvol bo'lgan mujohidlar va o'ldirilganlarning nimasiga ayrim bir ismi bor. Irtifat deydi. Irtifat degan raf degan asli ko'nikin. Rafta deymiz. Ko'nikin degan bu hozir yorilib Naat hali beklam ajlab bo'shab ketgan holatda uni yo davolandi deb ishibda bir muddat, yani yerim ko'nmasdan. Shunda hayot yashidi bu doktorxonada yoki davolanishda. Bunda bo'lgan holda yuqtarildi, li'annahu nala marafiqal hayot. Chunki bu hayotning ba'zi bir yordamini ko'rdi deydi. Boshqa bir yordamlarni ko'rdi. Ba'zi narsadan bahramon bo'ldi bu. Faqaffa anhu atharu zulm. Na'niki zulmning asri yengillandi. Balki endi bu dushmanning qilgan zarbasidan emas, ikkinchi boshqa narsadan o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ehtimol bor deydi. Falam yabqa fi ma'na shuhada Uhud. Na'niki Uhud shahid bo'lganlarning ma'nosida bo'lmagan bo'ldi deydi. Fa innahum matu itashan. Çünkü ular aslında hiç nima suvni ishonmay, aslında usullikda aslında yerda holatda shu jang maydonidan jon uzgan. Val ka'su yudaru alayhim khawfan min naqs shahada. Su quyilgan aslında qachilar har birisining qishiga kirib sunilib, u yoq aning qishiga padab bunda aylanib yurib tugab ketgan. Lekin bu voqelik Uhud shahidlarda bunday rivoyat qilinmagan. Lekin rivoyat qilingan G'azvatul Yarmuk. G'azvatul Yarmukda mush voqeali bo'lgan. Masalan, birisi rivoyat qilib, o'zining bir tog'asining o'g'lini birisini izlabdi. Jang tugagandan keyin izlab saqmi yo o'ldimi izlab qarasa, oxirgi nafasi holatda ushlab ketgan holatda, o'g'li balkamda o musulmonlar jasadni ushirtib, uni ahvolini so'rab qo'yguncha 7-8 soat o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shunda ushlab ketgan va oxirgi hayoti tugan chaqda suv quyib bersa, bu boshqa bir yotgan yerdani ishorat qildi. Ishorat qilgandan keyin qarasa birisi deb aytdi. Uning qishiga apasa, u yana birisini ishorat qildi. Qarshi birisi yana birisi deb aytdi. Shunda qilib 4-5 aylan, ba'zilarda 7 aylan deb kelgan. Qilsa bu bir-biriga eng oxir aylanib bunda birinchisi kelib qopdi. Kas qarasa, u birinchisi o'lib bo'lgan. Endi ikkinchi odamga endi qaraysa, u o'lib qolgan. Qarasa hammasi aqalda o'lib qolgan. Yani suvni ichmay o'lib ketgan. Buni Imom Bayhaqi Shu'abul Iman degan kitobida Yarmuk g'azoti voqealigi rivoyat qilgan. Imom Tabarani mo Yarmuk g'azoti voqealigi rivoyat qilgan ahvol. Uhud emas. Walau humila min bayni as-saffayni kay la tata'ahu al-khayl la litadawi la yughassal. Yani davolanish uchun emas, boshqa bir xalalish uchun emas. Ayada atlarda siratmıson, tankimiz yatmıson deb biz bir tarafga ashib qo'ygan bo'lsak,
anda o'lib ketgan bo'lsa, irtisas bo'lmag'achqa bu tamom shahid hisobida muomala qilamiz, yurib taramaymiz. Ya'nahu lam yanal marafiqal hayati. Çünkü oyatning ba'zi bir huzurlardan bahramon bo'lmadi. Va an Abi Yusufa إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل غسل لأنه وجبت عليه صلاة. أبو يوسف يعني بالرواية كيف قالدن بعدين قصة عاش أكثر من يوم ديجان بركنا أرتقى يسار يعني هذا bir namaz vaqti o'tgidek miqdorda deb belgilab qo'ygani imom Abu Yusufdan kelgan yana bir rivoyat, navodir rivoyati yoki yana bir rivoyat. Bir namaz miqdori o'tsa shu orliqda irtisas holatida g'usla li annahu wajibat alayhi salat. Çünkü onun bir namaz vacip bo'lg'idek bir vaqt o'tdi deb belgilabdi. Va dalika min ahkamid dunya. Namazning vacip bo'lishi dunyoning ahkamlaridan. Qala va in awsa bi amrin diniyin lam yughassal. Am diniy bir vasiyat qo'ysa, dunyo ishlari uchun emas, din haqida bir vasiyat qo'ysa, shu orliqda, ya'ni yarilinib shahid bo'lish orliqida din uchun bir vasiyat qilgan bo'lsa, bu chaqda shahid hisoblanadi. Yani dünya işleriyle meşgul bulmadan buldu deydi. Lima rava enne Sa'd ibn Rabi' usiba yevme Uhud feavsa al-ansara fekala la udra lekum in kutila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve fikum aynun tatrif. Bu ensarlarının katılarından biri ensarlığa şunda vasiyet kutken. Sizlerden birinla hayat kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürülüp kalsa sizler özür yok. Yani siz mecburiyetini ada qilmagan bo'lasizlar. Rasululloh o'ltirilgan bo'lsa, hammalar o'ltirib qirilib ketib, qo'ldashqa sizdan birisining qolmagan holatda o'lib ketib qolsa, mayli. Lekin sizdan birisi tirik holat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ltirilib qolsa, siz uzr yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'ldashqa bayat qilganmisiz bular? Va mata va lam yughassal. Shunda vasiyat qilgandan keyin o'lib ketib qoldi va shahidlarning muomala qilinib yuvib taralmadi deydi. Lekin va mata va lam yughassal bu vaqalik ma'noda tahrij qilmabdi. Shu Sa'd ibn Rabi'ning degan so'zi marfu musnad holatda sanad bilan kelgan. Lekin o'lib ketgandan keyin yuvmagan degan rivoyat ma'noda kammal boshqa rivoyatda kelgan bo'lishi mumkin. Yakan bu mashhur ish bo'lishi mumkin. Aslidagi kitobda kelgani mata va lam yughassal degan vaqalik yo'q hiqchan. شنو وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حيدد شنما ومات ولم يغسل يعني روايته. قال والمقتول حدا أو قصاصا يغسل ويصلى عليه. حد جن إسلام بلغلجن أش إغر جزالا كلنا إلش قل كسش شم كسق بس ألترش يلا شو حدا ياك يجدر روش بس أش إغر جزالا حديمز had bir jinoyat ishlab unda jazo usrab o'ltirilganlar au qisas yoki boshqani o'tirib qisas ilishun qazo qonun qisasni ijro qilib o'tganlar bular yug'assal va sallallohu alayhi bular ham zulm qilinib o'ltirilgan kishi bo'lgan ekan shahidlik bo'lmaydi shu yurib taraf odatga musulmonlar namozini tushirib qo'ymaymiz yannahu lam yuqtal zulman falam yakun fi ma'na shuhada uhud qala wal bughat wa qutta tariq la yusalla alayhim bag'ilarga va qaraqchilarga albatta buni islom qo'shini o'tirib qolsa yoki shu kishilar o'zini qo'llab ularni o'tirib qolsa bulardan o'lganlarning namozi tushirilmaydi li'annahum yas'auna fil ardi bil fasad chunki bular zaminda shunda kishilarni qo'rqitib mol mulkini bilan taraj qilib buzuqchilik qilgan kishilar bo'lg'achqa innama jazaa'ul ladina yuharibunalloha va rasulahu va yas'auna fil ardi فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dünyada mı muşunda xar olduğun gap, ahirette mi anda azap olan iken, bularning namozini tushirib, unda izzetini qilib, boshqa yaramaydi demoqchi. Va salatu shafaatun. Namoz degan, namozini tushirish degan, uni bir tilib beradi. Mag'firat qilsa Alloh deb ularning gunohini tilashdan iborat. Na fala yastahiqunaha. Ular tilashga loyiq emas. Va Ali radhiyallohu anhu ma salla alal bughat va huwa al-qudwatu fil bab. Ali radhiyallohu anhu bag'ilarning namozini tushirmagan. Biz bayon qilgan rivoyatda
namoz tushmagan chog'da boshqa kuffarunhum desa, la ikhwanuna bagav alayna degan. Deganda shular qarta adablash jihatdan boshqalarni ikkinchi shunda ishdan to'sash uchun, ibrat bo'lish uchun namozini tushmagan. Va huval qudwatu fil bab. Bag'iylarning ahkamlarida bütün ahkamlar asosan Hazrat Ali'ninki g'azatlari, janglaridan ilinadi. Masalan, Ammar ibn Yasirni bag'iylar o'tiradi-ku, bu xavorijlar, bag'iylar. Ammar ibn Yasirni tutib mangan. Ammar ibn Yasir shu chaqda Hazrat Ali xalifa tarafidan shu Kufaning atrofiga vali qilingan. Buni tutilib, ilib mangan chaqda yo'lda ketib o'tib, bu xavorijlar bir zimmining beg'idan o'tgan. Keyin bunun jansilarimiz üzümünü üzüp ilişki başlagancha oy to'xtanglar. İhfadu zimmata nabiyikum. Peygamberlarning ahdisini saqlanglar. Rasul sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lishdan ilgari mesela namozni topilgan shunama, undan ihfaduni fi zimmati. Allah fi zimmati, Allah fi salat degandek vasiyatni qilgan. Nankin men ahdi bergan ahli zimmaga chiqilmanglar deb topilganda Peygamberlar ma ahli zimmining beg'idagi uzumlarga chiqilmanglar degan hammasi uzumni qo'yib qo'ygan. Bugün Ammar ibn Yasir musulmonninki haq hurmati ma zimmining uzumidan bakrak hurmatlik degankin havoyda shundami? Shunda desa, makanasida bo'g'izgan Ammar ibn Yasir. Xavorijlar shundami? Yaqtuluna ahlal islam va yadawuna ahlal kufr. O'tgan ekan Ali raziyallohu shu xalifa tayyorga valini o'tirayotgan ekan Nahrvan degan joyda bu xavorijlar guruhi bilan uchrashib, ularga hujum qilib bormagan. Oldidan Ammarni qarshisida o'tirayotganlar, qotilni topshiringlar desa, kulluna qatalahu deb turib. Biz hammamiz o'tadi. Hammamiz o'tadimiz, hammamiz deb hammasini shu chaqda qirib o'tgan. Shu chaqda xavorijdan bir saqqanmagan, musulmonlardan asos bir odam o'lmagan. Hammani qirib o'tgan. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taqtulukal fi'atul baghiya degan, tamam? Bag'iylar. Ana Hazrat Ali shu bag'iylar bilan muomala qilgan, shu bilan janglar va har turli ahkomlarni besin kechirgan bo'g'achqa, amaliy tatbiq qilgan bo'g'achqa bag'iyning hukmi asosan shu Hazrat Ali radhiyallohu anhuning qilgan ish izlaridan ilinadi. وكان ذلك بمشهد من الصحابة من غير نكير. Aşularning namozini tushmaganligi va sahoba kiramlarning qatnashgan so'rinlarda bo'lgan ishda ular e'tiroz bildirmagan. Undan keyin shu chog'dagi sahoba kiramlar, vazir uzralar, mushavirlarning nimasi bilan ijmo olib ketgan deydi. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.